أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد لازما بحرف جر وإن حذف النسب للمنجر نقلا وفي أن وأن يترد مع أمن لبس كعجبت أيد أن يتري كعجبت أيد وأن يترد متأدي قılsan lazım pilni harf cer bilen ve eğer çürülse bu harf cerni fe ziber okuş muncer üçündür. Nakıl kılınan halette ve çürüş harf cerin çürüş enne ve ende umumi kaydı oludu bu çürüş labs hatırcam buluşudan yani alışıp karış hatırcam buluşudan mene bu nim boludu olsa mene kullu kaydı oludu. Eciptu en yedu diyen güçü okşuğan deylemdi. Bizimde elpiyaniki taaddil fiili ve luzumuhu diyen bab geldik. Yani bir fiilniki muttadi buluşu ve o fiilniki yani bazı fiillarniki lazım buluşu bu kandak. Yani aldığımız dersimizde yani kandak fiil muttadi oludu. Ve kandak bir lazım boludu. Bunun üstüde çok toxtaldık. Şimdi toxtalğan deyken lazım bolduğan pillaniki üzerine bir qancha xil holat kelgan bo'lsa bu pillaniki ko'pinchisi lazım bo'libchi keludiki uning maf'uluchi yo'q dedi. Degandan hamda pil fa'il asli bo'ladi. Endi muttaddi bo'lish o pil fa'ilning asli kalamda ushiq binasi. Onda oladıyken zat pil var yani yüzü payl var yani yüzü pil oldu. Bu kaydı. Yani mef'ul oluşundaki yüzü bu bir uşuk kalamdın. Bir sebepinin ciheteden boludu. Mesela pil muttaddi oğa vakti yüzde. Demisek bombaydı o mef'ul diye vakti yüzde buluğan gep. Hem de yani deydemde şu yukarıki lazım boğan pilini muttaddi kılmakçı olsak. Hem pil muttaddi diyen gepnin yüzüden hem pil var, hem payl var, hem mef'ul var. Bu muttaddi pil oldu. Hem de lazım pil olganlığın içinde mef'uluçu yok. Bunda o halde ki meyademde sen lazım boğan pilini muttaddi boğan bir pilga aylandırmakçı olsan kandak kılımızdan bunu. Dese lazım boğan piliniki üzerine mene onunki ahırga yani onunki keltürmekçi olan yılıkı asıl lazım boğan bir pil paylarını tüketti. Biz hem de yılıkı mef'ul kılmakçı olan lazım pilini muttaddi kılıp yılıkı isimini mef'ul kılmakçıydık. Mef'ul kılmakçı olan dikin o ismini üzeri okumay. Biz uyar yemin ekelimiz harf cerni ekelimiz. Harf cerni ekeliş arkalık anıdikin bu lazım pil muttaddilik ilim kılıdı, aylınıdı. Yani o pilindeki tesiri o muttaddi oğa vaktizde harf cerniki vasiyeti. Ama lazım boğa vaktizde şu pilindeki tesiri harf cerniki vasıfla anıdikin o mef'ul yetidir. Bu çok bunda çok kalemiz değil. Mesela merartu biz zeydin. Merartu diyen gep, öttüm diyen gep. Her bir yerden bir yerden ütüp gitipti diyen gep. Merartu biz zeydin diye vakti üzerinde öttüm ben zeytin kaşıdın. Yani zeytin kaşıdın ben ötkezdim. Yani özem ötküzüp ayet şu mındak ayet zeyt olturup diken uyad özem ötkezdim diyen gep oldu. Yani bu merartu diyen pilindeki üzü lazım pil ama bunu muttaddi kılış için o isimdeki beşiğan ben her yerden ibaret olan bani ekiliş arkalık bizeydin dep müştahneme kıldık onu dedik. Mene bu pil lazımını pil muttaddi kılmakçı olsa maya demdi her cer dedi. Her cerniki üzerine bazı vakit üzerinde mene nimin ekilimiz bani ekilimiz bazı vakit üzerinde şu makamı karab ya pin ekilido ya ki lamne ekilido.
Müşdakçı buludu. Bunu bilan andaki bu lazım bo'lgan pil, uniki maqbul bo'ladi. Maqbul bo'lgandan buniki labzida o'qilishi zir bo'ladi. Ammo uniki mahalli nim bo'ladi o maqbul bo'lganlik zibar bo'ladi. Shunga aşağıdaki aşu bizeydi degan bir ism atib qilmoqchi bo'lsa, ikki xil o'qishga bo'ladi. Şu zir o'qishga matib bo'lgan ismlar zibar o'qishga bo'ladi deb çok qaraydi. Ve in huzife fen nesbu lil muncer deyden. Ve eğer çürülse lazım bo'lgan fe'lni mutaddi qilmoqchi ekanmiz, harf jarni akilishi orqali bu lazım bo'lgan fe'lninki asli kelishi maf'ulga meni nim bo'ladi asli harf jar bo'ladi. Harf jar bo'lmay o'chan harf jar tushib ketibdi. Tushib ketgan bo'lsa o'chan o'zida bu maf'ul olmoqchi bo'lgan ism nim o'qiladi? Zibarchi o'qiladi. Anida zirchi o'qilmaydi. Zibar o'qilib o'chanida u zibarning o'zi munjar uchun bo'ldi. Ya'ni zir o'qilgan bizaydin degan zaydniki o'zi zir o'qildi. Zir o'qilgan narsa o'zi beni tashvatgandan u nima uchun bo'ldi? Zibar o'qiymiz. Zibar o'qimizga nima deymiz uni? Marartu zaydan deb mushtaqcho deymiz deydi. Endi degandiki bu yerda shartlik u qavun naql qilingan holatda. Ya'ni fil lozimniki maf'ulga meni fe'l harf jarniki birlik kelishi qoida. Ammo u fil lozimniki maf'ulga harf jarniki tushib ketishi qiyosiy emas, qoida emas. Buni arablarniki o'zidan anglab andiki bu shunday bo'ladi. Araplarda anglab mesela şiirde ya uyabiyede ya edebiyat kitaplarında aşında bu kan olsa o bu fil lazım diye kandak bu fil lazım mutlaka kanmakçı olsak bu yani ergen ekeli tut bu ergen ekeme işte adapte bu kandak ya demeyimiz. Eğer aşta kipasa Arapların üzün til olan üz kandak belli. Yani üzün til oluşu cezmen edebi tilni edebiyatın biliş gerek anladıkın. Benim muşundak mesela Kur'an ya Gedistan. Muşundak kip qalğan bolsa uçanızda maya der ger vakame deyme bu çüp gitipdi. Dep aştaqçı qaraymiz. Amma ayadiki zir o'qilishniki zibar o'qilishi munjar bo'ladi, munjar. Zibar o'qish munjar bo'ladi zir o'qilganniki jahdidan nasb o'qiladi. O da bani tashvatgandiki yine tushib ketgan ba'zi zir qildi deb o'ltirmay, uningki o'rni tushib ketgan, uni andiki nima qilamiz? Asli qoida bo'yicha zibarchi o'qiymiz. Labzidim zibarchi o'qiladi deydimdi. Şimdi işte nima qiladi deydi. Ve fi enne ve en yettaridu. Ve fi degan gap endi pen nasbiga atfi ve eğer tushirilsa shu zirniki harfi yakunmaydi. Shu tushirish shu zirni o'qitgan harfniki o'zini tushirish enne ve ennede kullu qayda bo'ladi. Nima bilan labzniki xotirjam bo'lish bilan. Ya'ni fil lazım pul mutaddi qilmoqchi bakamachchi. Bakamachchi bo'lgandan keyin uçan o'zida bu fil mutaddi bo'lgan fil lozimniki maf'ul bo'lgan narsaniki beshiga anna yoki an kipti. Uçan yuqori qoidaga asosan unima nima ekanimiz? Ban ekanimiz. Lekin mushu an ve anna uniki maf'ul bo'lib kelgan vaqtida uning beshidagi asli keladigan bani o'zi hammasi tushib ketadi. Uni ba'da kelmaslik bu kulli qoida. Bu Araplar jiq qoidashib ketgan narsa. Qanday vaqt o'zida bo'ladi? Labsdan xotirjam bo'lgan vaqt o'zida. Ya'ni aşağıda bani tushirib olsak, ash gapni degan maqsad uchani o'zgarib ketmasa, shu gapni o'zi shuniga bachib ketib vafo qilgan bo'lsa, shu chog'da tushiramiz. Ammo shu bani tushirib olsak uchan o'zida mutakallimniki murodini u yerda uqul olmaydi. Uqul olmagan vaqt o'zida uchan o'zida qanday qilamiz uchan o'zidan u bani tushirib o'tish bo'lmaydi. Ha qancha anna yoki an bu bo'lsa-mu deydi. Masalan, ajibtu ayyadu debtu.
Men hayran kaldım ben. Şunundaki pidi ağay, pidi vergeyler ular. Ya pidi ağaylar ular. Yedu deydu. Ya ki veda yedi. Yani pidi diyen gep. Yani diyet verdi diyen gep buludu. Çünkü diyet ağaylar ular. Diyet ağaylar boğandaki bunu da hayran kaldım diye gep. Esi Ecip'teki pil lazım. Onunki müteaddi kılışı için onunki en keldi onunki beşiğe. Mehpul olmak çoğanlık beşiğe. Onda bir en dep giriş gerekti. Lakin en kelgelik şu yerde bir ne gitti, çıp gitti. Bu yerde Ecip'te endi sehma yani demek oğa adamniki qalaptırıp qoluğu düşken bir əsrinin üzünü öltürmeyin. Pulunu asas kırıp onundaki bunu neymi yaptı o yerde pidi yaptı mesmo. Bu ayran kadarlık iş bu. Çünkü aldığından devletin bexaterliğinin şu asker şu cayındaki bexaterliğinin kuşluğunu qoğdaş gerek. O pul elip onu koyverse onundaki o yer pul tapıl olur onundaki yine kuşluğunu uçan yücüp kıskandak oldu. Ben bunun da hayran kaldığım diyen gibi. Bununki yüzüge beniki yüzü çürüvat kabatıda bu mezmunluk yüzünü kolalaydı. Vapaçı kolalaydı. Vapa kandığı şu an Eciptu bi en yadu demek. Eciptu en yadu de mundati sehmu onun boğan buludu o duruşçu boğan buludu o deydemdi. Şimdi eğer düşke vakti yüzüde ben düşke vakti yüzüde kanda hupta uçan yüzüde o bir iltibas kelediken iltibas kelga vakti yüzüde yani bu mutkellimin yüzü məqsədini başqa bir məni uxturup qalır ikən. Uxturup qalğa vaxtı yüzüdə uçağın yüzüdə bunu yüzü nemi qılışqa beni yani hər gəlinki yüzü o yerdə düşürüşkə qətti çoğu olmaydı. Bunu nemi qılış gerek bunu çox dikkat çoğu qılış çoğu gerek. Yani buna dikkat çoğu qılış gerek. Mesela Ragibtu fi en takume. Mesela ragibtu diye pil lazım. Onu muttaddi aylandırışı her gelin bir ekiliş gerek. Yani ekeme bir adam anadaptu. Yani bir adam bir kişilerge hayran kaldığın bir ehval yüz yürüptü. Şu vakti yüzüde cezmen ragibtu fi en nemedeydi uçağın yüzüde fi en takume. Yani bir adamın tuğalığında hayran kaptı. Hayran kalgan bası uçağın yüzüde nemi deyiş gerek? Ragibtu fi en takume deyişçu gerek. Pini ekiliş gerek. Çünkü eğer pini ekemse ayada mesela ragibtu en takum edeptu. Ragibtu en takum diye vaxtüzde o mutkellimniki ragibtu'dan iradı kılan nes bilgili olmaydı. Bilgili olmadan iken ragibtun iki mənisi var. Birisi kızkış, yeni birisi yüz yürüş. Onda o vaxtı iken kızkış mənini bildiği vaxtüzde ragibtuniki akıdı pikedi doğru. Yüz yürügen diye məni bildiği vaxtüzdə rəqibdinki, onunki axırğa, mən məpul gəlgən nəsin ornağa min kelidu. Onda o vaxtı pini yak mini düşürməsi o nim boludu uçağınızda? Nim deydi bu adam? Ya kızıqdım, ya yüz yürüdüm diyen gəpni bunu bilgil olmaydı o. Bilgil olmaydı. Nim de məni etamiz bu adam? Nim deməkçiydi de oxumaydığın gəp. Oxumağı üçün müşda bir muddəbis nəz bu qağa vaxtı üzüdən uçağınızda pini demişsək çox olmaydı. Eğer o yerde kızkış mənisi boğan bolsa uçaqda rəqibtu pi en taqume dep. Eğer onu da yüz yürügen bolsa mesela rəqibtu min en taqume. Yüz yürüdüm ben şunu da nem qaysan tuğaysan. Seniki örtüzme yüz yürüdüm nem qalqadım ben ketimen. Dep bunu çok diş çok kerek. Deyden. Vel eslu sebku fa'ilin ma'nen kemen min elbisen men zarakum neskel yemen. Asli kaide fa'ilninki ilgiri buluşudur ma'nada. Ma'nideki fa'ilninki ilgiri buluşudur. Men oşan elbisen men zarakum neskel yemen degenki oxşuğan deydi. Keydüğün sen andaq bir kişi ziyaret kıldı o kişi seni. Zini ziyaret kılan kişi keydü niminike Yemen'de tokulgan kiyimini çok keydü depti. Nesli gelime tokul dediğin gibi. Anda o andikin
biz yuqorida pilning o'zi mutaddi bo'ladi dedik. Mutaddi bo'lishda 3 xil bo'ladi dedik. Birisi bir maf'ul tajovuz mutaddi bo'ladigan, yana bir ba'zi pil va 2 maf'ul tajovuz qiladigan, yana bir pillar va o 3 maf'ul tajovuz qiladigan. Anda bo'lgandan keyin bu yaniki o'zida iltibos degan gap chiqib qoldi, shu munosib gapni deb qo'ydi. Endi bir mutaddi pil bo'lgan bo'lsa, agar u mutaddi pil bo'lib o'shanizda 2 maf'ulga kiradigan bo'lgandan keyin, agar mubtada xabarga kirsa uçağın üzerinden men uqul bo'lgan bo'lsa uçağın o'zi durus oldu. Qaysi maf'ulning 5'ga, qaysi maf'ulning 1-chi maf'ul, 2-chi maf'ul deydigan nima bor? 2 maf'ulning birisi 1 bo'ldi, 2-chisi bo'ldi. Unda uçağınki o'zidan nima deydi bu adam desa, u vaqtning o'zida sen har qanday vaqtning o'zida yalqi mubtada xabar kirsa bu ish bo'lmaydi hamda o'qidamdi. Ammo mubtada xabar kirmaygan yana bir 2 dona 2 maf'ul tillar bor. Masalan, ata, nima kasa degan edi. Bu 2 maf'ul. Bu 2 maf'ulniki o'zi 2-chi maf'ul 1-chi maf'ul aynı emas. Ammo afal qulubda 2-chi maf'ul o'zi 1-chi maf'ul aynı. Masalan, nima degan? Zanantu zayda qoima deganda gumon qildim zaydni o'rtog'uchi degandan keyin o'rtog'uchi zayd o'xshash. Zayd mo o'rtog'uchi o'rtog'uchi zayd. Ammo yana bir maf'ul bor. Masalan, ataytu zayda dirhaman. Ba'di men zaydga dirhamni degan vaqtida 1-chi maf'ul 2-chi maf'ul o'xshash emas. Çünkü zayd başka narsa, dirhem başka narsa. Men mushunda bo'lgan vaqtimizda jazma bu pilniki o'zi mana ma'nida fa'il bo'ladi. Yana birisi ma'nida maf'ul bo'ladi. Shu vaqtimizda agar ashida iltibos keladigan ish bo'lib qolgan bo'lsa, sen qanday qilsan? Ma'nida fa'il bo'lgan narsa jazman ilgari qilsang bo'lmaydi. Agar mayl bo'lgan ma'nida fa'il bo'lgan narsa o'changizda hammadan o'qish bo'lsa, qani ilgari qilsang mayli. Hammadan o'qidigan joy bo'lsa. Ammo bu çağımızda hem de okumaydıgan, alışıp kalgan iş olsa çatak. Mesela ne mi deyimiz? Mesela a'taytu zeyden emren. Men zeydin axunga emraxunni bədim deməkçi. Zeydin axunga emraxunni bədim degen gep. Zeydin axun ağıçı, emraxun birilgiçi məqbul. Ağıçı olan zeydin axun fail. Mene bu məsələnin üzüdə qaysi fa'il bo'lgan bo'lsa, uni ilgari qilamiz. Qaysi maf'ul bo'lgan bo'lsa, uni keyinchi qilishimiz zarur. Ammo uni fa'il ekanligi, maf'ul ekanligi aniq ekan. Masalan, qanday? Masalan, a'taytu zaydan dirhaman. Masalan, ba'di men zaydga dirhamni degan vaqtida har qanday odam tushunadi ekan, zayddan aqlli bir maxluq bo'lgandan keyin bu qilg'ich bo'ladi. Dirhamchi qilinuvchi bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin uçağımızda qanday? Uçağımızda mesela a'taytu dirhaman zaydan desem tushunadi odamlar. Zaydan xun dirham epto, beribdi zaydan xunga og'ish ekan deb. Ammo a'taytu zaydan amran degan vaqtida u zaydan xun bir maxluq va amrahum bir maxluq. Lekin ba'zi sababdan jahdidan amrahum qulub qoldi. Buni bu odam bilmaydi. Bilmagandan keyin uçağımızda agar zaydan xun og'ish bo'lib amrahum berilgan bir maf'ul bo'lgan bo'lsa, o uni apirib bu odam a'taytu amran zaydan desa, u qo'l, xo'ja bo'lgan narsa qulub qoladi. Shu bundoq jamimizda ma'ni bo'lgan pillarning o'zini mana muqaddam qilishimiz uchun u vojib. Uni uchun ilgari qilsak çok bo'lmaydi. Mesela çok qilmaysiz deydi. Ammo yana vojib degan gapni to'g'ri qilmaydi keladi. Va yalzamul aslu mujibin ara ve terku zakel asli hatmen kad yura. Ve lazım kelidi asli. Asli kavun şu manada fa'il olan narsa ilgari qilish vacip. Qanday çağdan? Bir icab qiluvchi, sabab bo'luvchi bir omilning jahdidagi paydo bo'ldi, u sabab bo'luvchi. Mana shu vaqt o'zida ma'nida fa'il bo'lgan narsa ilgari qilmasak, u chaqniki o'zida nima bo'ladi? U chataq chiqadi. Masalan, oyatda deganimizda a'taytu zaydan amran degan vaqtida zayd o'zi fa'il ekan, u qulning egisi ekan, maxluq ekan. Amrahu qul ekan, odam hur ekan. Unda o'g'ani o'zida mushu vaqt o'zida ashundaq bir iltibos kelishi e'tibor boshlab bo'lib qolgan vaqt o'zida, ya'ni ariz ahvollar yuz bergan vaqt o'zida asli bo'lgan fa'ilni ilgari qilish vojib.
Uçağınızda ataytu emre zeyden desek ne boludu? Hataçı boludu deydi. Ve terku zakel asli hatmen kad yura. Benim muşu asli terk etiş vücub bazıda ne kılıdı? Kürlüdü o terk etiş. Yani muşu aslini terk etiş ki ma'nan paylı olan nesi ilgiri kiriş diyen nesi terk etip ma'nan paylı olan nesi keyin maqbul olan nesi ilgiri kirişimiz bazı vakti üzerinde vacip bulup körüp kalgan şundak vacip bulup kalgan işçi vacip terk etipla onun ornuna asli olmagan nesi kirişçi bazı vakti üzerinde kalıdı, kip kalıdı. Bunda mı çoğun ba deydi. Mesela ne depti o? Mesela a'taytu derahime a'taytu dirheme sahibehu depti. Mesela badim men dirhemni onunki ilgisi ga depti. Mesela badim men dirhemnin ilgisiga degan dekin dirhem degan maf'ul, sahibe degan ma'nan fa'il. Çünkü sahip olan adam. O bir narsa alıdı, paylarını kıldıgan narsa. Al dirhem için maf'ul. Mana uçağınızda asıl kaydı bunca sahibini ilgili o dirhemni keyin qilish kerak. Lekin ba'zi bir ağır sebep bo'lib qoldi. Qavm eğer biz munda desek ataytu sahibehu ad-dirhama desek uçağınızda el-izmar qabla zikr lazım bo'lib qoladi. Yani zikr qilishning oldida bir ismni deyishning oldida zimir keltirish to'g'ri kelib qoladi. Bu xato. Chunki zimir bo'ladi ekan, zimirniki oldida jazma bu zimir yanında bir isim bo'lishi kerak. Anadaki ikkinchi daraja zimirni keltiramiz. Eğer biz hozir deganda ataytu dirhama sahibehu desek el-izmar qabla zikr lazım kelib qoladi. Onun uchun nima deymiz? Şuna ataytu dirhama sahibehu deb maqbul bo'lgan narsa beshiga ma'nan paylı olan narsa keyiniki qilish vojib çok boludu. Bundan ahvallarım için yüzçü berdi. Bunu mu okup koyun? Uya bir yer körsünüz bu kandak yapçı demen deydim. Ve hasbe fazletin aciz illem yadur. Ke hasbi ma sebeka cevaben ev hadir. Ya ev hudir. İllem yadur. Ev hazer. Yazer. Ev hudir depti. Şimdi hazbu fazletin aciz. Hazbe fazletin aciz. Artık nesini düşürüşünü durust kıl deydi. Onu ne kıl? Onu durust kıl. Kandak çağda eğer zarar kalmasa o düşürüvettiş deydi. Yani ne diyen gel? Kalamninki asli musnad iley. Biz onu ne kıldık? Onu anlamaya çalışıp okuduk. Yani kalamni barliq ekeleğinizden derse musnad ve musnad iley. Bu asli oldu. Onundan eşip kalan nesine uşuk. Anda vardı ki mene pil pail musnad iley oldu. Bu bir kalam cümle alıcı asıl oldu. Bu ikisi bombayı tutup cümleci bombaydı. Bu ne boğan buludu? Onun asli olan buludu. Ne boğamızda asli olan buludu. Ama o kâme zeydun, mesela zerabe zeydun diyen gapning özü cümle asli oldu. Bu asli. Çünkü kalamni paydo qilgan ikki narsa. Birisi musnad iley. Endi uningdan boshqa narsa nima? Uningdan boshqasi maf'ulun p, maf'ulun b, maf'ullar degan gapning o'zi bu kalamdan ushuq narsa. Ushuq narsa bo'lgandiki, buni nima dedi? Musannif bu yerda ushuq dedi. Ya'ni bu yerda biz maf'ulning usti to'xtalayotgan bo'lgandan maf'ulning o'zi ushuq edi kalamga nisbatan. Chunki kalamniki kalam bu vujud chiqishining o'zi kalam bu nimaga maf'ul bog'liq emas. Musnad iley nim boludu? Pil paylı oldu. Endi unda oğandaki deydi. Musannif kalamniki üzüde maqbul olgan bolsa, yani pilning özü muddadiyken, muddaddi pilninki bazı vaqtning üzüde onuğa maqbul keltish kerakdi zodi. Bazı vaqtning üzüde maqbul kelmaydigan, maqbul tushiradigan ish shu bor. Qadaqchada eğer şu maqbulni tushirvatsak, shu yerdagi maqam, shu yerdagi maqsadga nima qilmasa, zarar qilmasa. Zarar qilmasa uchun
muştaqçu tushirvasak maf'ulnichu bo'ladi. Arab tilida nima u? Nihoyat nima u? Kengri deydi endi. Masalan, zarabtu fil pay. Asli kalam bunu tamam. Lekin uniki fil muttadi maf'ul keladi. Ushq. Endi eğer biz uçan o'zida eğer zara qilmasa deydi. Zara qilmay uçan maf'ul ma'nisi uqtira olsa, mana u nima u? Durust. Masalan, uçan tushirish qanday bo'ladi desa, bir nimasi tushiganga o'xshaganki, mana sabqat qildi, u narsa javob bo'lib. Javob bo'lib sabqat ilgari bo'libdi. Masalan, nima bo'libdi bir odam men zarabta debdi. Men zarabta debdi. Zarabta desa demek men zaraba Zeyden debdi. Men zaraba Zeyden degan vaqtida Zeydni kim urdi debdi. Uni javob nima debdi? Ana zarabtu debdi. Mesela ana zarabtu degan vaqtida ana zarabtu Zeyden deganga Zeyden tushib ketdi. Tushib ketish nimishqa? Chunki Zeydanniki tushib ketishga yuqorqi savol nima qildi? Uqtirdi. Zeydni kim urdi degandan keyin uqtirgandan keyin uçan o'zida mana ana zarabtu degan vaqtida kimni urganligini uqilolmay degan gap chiqmaydi. Chunki savol chetishib qo'ygandan keyin Zeydag'i chetishib qo'ygandan keyin zarachu qilmaydi. Men mushundaq vaqt o'zida meni maf'ul tushirvasak nima u durust. Yoki hasr qilinibdi u narsani. Ya'ni u narsani bo'pti, mahsur bo'pti. Shu vaqt o'zida anadikin u nima qilmaydi, u zara qilmaydi. Uçan o'zida anadikin tushirvasak nima u durust. Uçan o'zida nima u durust. Mesela ma zarabtu illa Zeyden. Urmudum ben fakat Zeydni. Digen yani üzüden. Hem de urmudum ben fakat Zeydni digendeki Zeyd'in başka adamı ben işin urmudum demekçi. Hem de kopup bu adam Zeyd'den digen ma zarabtu ben bunu düşürvasam boludu dep kalsak uçan ne boludu? Ma zarabtu digen gap boludu. Lekin o adamdaki maksidi Zeyd'in başka adamını urmağanlığını bildirir. Mazirab degan gap o adam nimani bildiradi? Urmudi degan bütün urmasini ham Zeydni tatib ham urmudi degan gap bo'ladi. Lekin Zeydni urgan. Shuning uchun bu yerda hasrib kelgan vaqt o'zida uçan o'zida bu zarar qilma ishtag'on bo'lsa buni tushirish qat'iy cho'p bo'lmaydi. Ammo zarar qilib qolsa, mana nima qildi? Mazirab illa Zeydanda zarar cho'p qilib qoldi. Zarar qilib qolgan vaqt o'zida u maf'ulni deyishimiz cho'p vojib cho'p bo'ladi. Ammo bundaq bo'lmasa u nima u? Mahsrub kelmabdi. Yoki savolning javobi kelmabdi, zara qilmadi. Zara qilmay kelgan bo'lsa unda pul muddatilarniki maf'ulni tushirib etish nima u durust. Masalan, Qur'oni Karimda noit jiq. Shulamamdi. Qur'oni Karimda jiq. Ammo men a'ta vattaqa va saddaqa degan o'zida a'ta degan ikki maf'ul tajovuz qiladi. Ittaqa degani bir maf'ul tajovuz qiladi. Ondan keyin men a'ta vattaqa ve saddaqa degan gapning o'zi va sadaqa bil usana uniki maf'uli bor. Men mushunda Qur'oni Karimda hadis Rasulullohning aytichi. Uniki maf'ulini aşağıda tushirayotgan vaqt o'zida bu yerda tushirishdagi o'zi oyatning mazmuniga nima qilmaydi, zarar qilmaydi. Chunki tushirish nima uchun tushirdi? Buni ilm ma'nidi deydi. Ilm ma'nida bu yerda maf'ulniki o'zi am bo'lsin. Yoki buniki pilniki hukmi maf'ulga hammasiga chetiladi. Shuning uchun bu yerda maf'ul nima qilgan gap, u yerda tushiradigan gap, demaydigan gap deb mushtaqchu deymiz. Men mushtaq bo'lgan o'zida mana agar zarar qilib qolgan bo'lsa, uçan uni cho deymiz maf'ulni. Zarar qilmagan bo'lsa uçada tushirib olsaqchu bo'ladi deydimdi. Ve yuhsabu nasibuha in ulima ve kad yakunu hazbuhu multazima. Ve tushiruldi. Şu pazli olan maf'ulniki zibar o'qituvchi omilni tushiruldi deydi. Eğer bilinse şu nasb qilgan omilchi bilinse, ashad qayrinda orqali qo'chaqdan bilibdik. Bilgan bo'lsak o'chog'imizda zibar o'qitgan maf'uldagi omilni o'chog'imizda pilniki o'zini qilsak bo'ladi ekan, tushirib olsaqchi bo'ladi ekan deydi. Masalan, men zarabta debdi. Kim urdi desa nima debdi? Zeydan deb javob beramiz arabchada. Zeydan degandan keyin bu Zeydanniki omil bo'lgan zarabtu degan omil ayat nima qilib ketdi? Chiqib ketdi.
bu chiqib ketganligini uniki suali yuqorgi savol nima qildi o'chanizda bu qarinilik bu bildi. Men mushta tushib ketgan ishim cho arab tilida cho ba deydi. Endi vaqtiga ma tushirishlik o'zi ba'zi durus mushta vaqtimizda. Bu qat'iy durus bo'lmaydi emas. Men zarabda degan zarabda zaydan desam bo'ladi. Uniki o'rniga zaydan desam bo'ladi. Bu ikkisi durus. Endi deydi mi yerda? Bazı vaqtda tushirildi shu maf'ulni, bazı vaqtda bo'ladi, shu maf'ulni tushirish multazam bo'ladi. Ya'ni vojib bo'ladi. Chaplishan bo'ladi. Zat uni qat'iy tushirmasangiz, nayt xato ish qilgan bo'lasiz. Ba'zi maf'ulniki amalni tushirib etish uchun qat'iy nima qilmas bo'lmaydigan ishni qator bo'lib qoladi. Agar uni tushirmak gap qilib qolsak, o'sha xatolashgan bo'lamiz. Masalan, qavun biz yuqorida ishtig'olul amil anil ma'mul degan yerda deb o'tildi. O'sha 5 xil narsani deb o'chamizda birinchisi mana Zaydan zarabtuhu degan yakkaga vaqt o'zidan o'sha arab deb kelibdi. O'zini til bo'lgandan keyin. Siz zarabtu Zaydan desa bo'ladigan gap. Zarabtu Zaydan bilan Zaydan zarabtuniki 30 farq bor dedik. Shuning sababini deydi. Unda bo'lgandan keyin mana ishtig'ol anil ma'mul degan yakkaga vaqt o'zida u Zaydni nasb o'qitgan amil Zaydanning kaynidagi zarabtu emas. Uniki oldidagi tushib ketgan nima o? Mana bir zarabtu bor. U zarabtu tushib ketganlik Zaydanning keyingi zarabtu o'qitirdi. Unda bo'lgandan keyin Zaydanninki 5dagi zarabtini tushirib o'tish vojib. Bir odam qilib nima debdi? Zarabtu Zaydan zarabtu desa eng xato gap qilgan bo'ladi. Go'yo bizniki Uyg'ur tilini mana Xitoylar yeng o'girib, ashla desa shunda sat anglagandek, bu gapning o'zi arablarga shunda sat angladi. Ammo hozirgi arablarning ko'chadagi yeng arab o'qimaydi bu gapni. Ammo adabiyot quvvati bor, azroq ilmi va o'qigan arablar yoki bu sirtdagi binasining ta'siri uchrab kelgan arab buni o'qib qoladi. Ey nima bo'lsa bu chet ellikkan bu deb o'qib qolgan gap. Bundaqmi shu ish shu ba deydi. Ya'ni demak bazı vaqtimizda dasb o'qitgan omilni mushu vaqtning o'zida tushirib vojib qoldi ekan. Bazı vaqtning o'zida durustcho bo'ladi ekan deydi. Mana va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.